Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xohlasa biz sizlar uchun yangiliklarni to'plab kelganmiz do'stlar. Ishoraringizda Mubina shifo klinikamizning ikkinchi filiali ochilgan. Xudo xohlasa shu yerlarimizdan asta-asta ko'rib obzor etishni boshlaymiz. Qaranglar. Manzilni tushuntiradigan bo'lsak, Imber taraf Sardor market taraf bo'ladi. Ibak tarafdan kelsak, Qoyir taraf bo'ladi. Ivan taraf 11-maktabdan kelaverishda, shunda ko'pir tarafdan shunday o'tib kelaverishda ishorimizda joylashgan. Bu yerda hozir qanday xususiyatlariga ega ekanligini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli yurtdoshlarni bizning o'quv markazimizdagi plakatdan ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda ish vaqti 8:00 dan 18:00 gacha, tushlik vaqti esa 12 dan 2 gacha dam olish bo'lgan yakshanba, ya'ni 7-kun dam olinadi. O'zingizning xizmatingizda Abdullayeva Zebinizo Mirzabayevna xizmatingizda bo'ladi. Bu yerda massaj ishlari, logotip ishlari, psixolog, shifokorlik va hamshira, tarbiyachi, defektorlog, shuningdek kasblar o'tiladi. Do'stlar, manzilimiz yana 4 tumani O'zbekiston Ofi. Ya'ni tushuntirgan manzilimizdan. Assalomu alaykum. Mubina shifo filiali asosida ochilgan logoped markazimiz ishga tushirilgan. Yanvardan boshlab ishga tushirdik. Nutqida kamchiligi bo'lgan logon nevroz bilan kasallangan duduqlanuvchi dislaliya, disarteriya, alaliya, afaziya, aqli zaif, Down, autizm sindromi bilan kasallangan bemorlarimiz ham qabul qilinadi. Bemorlar bilan qay tarzda ishlanishi haqida sizni qiziqtiradimi? Marhamat, qisqacha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bu bemorlar bilan individual asosida shug'ullaniladi. Massaj, og'iz nafas mashqlari, tovushlarni to'g'ri chiqarish bo'yicha darslik mashg'ulotlar olib boriladi. Massajda общий massaj bo'ladi. Yuz qismida, og'iz qismida, tana qismida, butun tana qismida massaj ishlari olib boriladi. Qisqacha darsliklarimizni ko'rishingiz mumkin video orqali.